Birgina buzoqni puliga bir emas, ikkita zamonaviy ko'chma xommomosingiz bo'ladi desam ishonasizmi? Ha, videoda ko'rishda davom ettiring, men sizga tushuntirib beraman. Ko'rib turganingizdek, 6 kishi bemalol ko'tarib olib kirdi. Ko'pchilik bizga beradigan savollardan bizni uyga kran kirmaydi, qanaqa qilib olib kirsa bo'ladi deb so'raydi. Bu ko'chma bo'lgani uchun yengil konstruksiya bilan qilingan va issiq sovuqni ushlash darajasi va mustahkamlik darajasi nihoyatda yuqori. Ko'rib turganingizdek, talabga javob bermaydigan notekis yo'llarda ham bemalol beshikka yetib borganidan ham qay darajada mustahkamligini aqlan tushunsangiz bo'ladi. Eslatma o'rnida yana bir narsani aytishim kerak. Ikkita aka-uka hoji tog'alarimiz sotib oldilar. Birgina buzog'ini 30 millionga sotib, 25 millionga bir emas, ikkita hammom olibdilar. Bittadan like bosib qo'ying shu joyiga. Shunaqa ahil hoji tog'alarimiz bor ekan, vatanimiz rivojlanishdan to'xtamaydi. Albatta hoji tog'alarimizga respekt deb va qilgan ishlarimizga like bosib qo'yishni unutmang. Hammaga rahmat.